Agar nogiron bo'lib qolishni istamasangiz, og'riq qoldiruvchi dorilarni hoziroq to'xtating. Ular faqatgina og'riq signallarini o'chiradi. Tizzangiz esa ichidan yemirilishda davom etaveradi. Dori o'rniga sizga 6 ta tabiiy usulni o'rgataman. Og'riq qoldiruvchilar ichganingizda organizmda nimalar sodir bo'ladi? Siz og'riqni sezmaysiz, o'zingizni yaxshi his qilasiz va tuzaldim deb o'ylab tizzangizni avvalgidek avaylamay qo'yasiz. Tog'ay to'qimalari ichkarida jimgina yemirilishda davom etaveradi. Jigaringiz va oshqozoningizga zararni-ku gapirmasa ham bo'ladi. Buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling, beshikdagi chaqaloq qorni ochib yoki biror joyi og'rib qattiq yig'layapti. Siz uni ovutish va qornini to'ydirish o'rniga eshitmasligi uchun shunchaki eshikni yopib qo'yasiz. Og'riq qoldiruvchi ichish bu kasallikka e'tiborsizlik degani. Siz signalni eshitmaysiz, lekin muammo joyida turaveradi. Organizm esa yordam so'rashdan to'xtamaydi va holati og'irlashadi. Natijada 5 yil o'tib operatsiya stoli, statistika shafqatsiz, og'riqni bosib dori ukol olib yurganlarning 70% oxir oqibat sun'iy protezga muhtoj bo'lib qoladi yoki hassaga tayanib qoladi. Bu ro'yxatga tushmaslik uchun dorilarni uloqtiring. Lekin ehtiyot bo'ling. Ko'pchilik davolanishni boshlaydi-yu, ammo har kuni ertalab uyg'oniboq qiladigan bitta xato harakat bilan tizzasini qayta sindiradi. Bu halokatli xato nima ekanligini video oxirida alohida ko'rsataman. Hozir esa avvalo siz tizzangizda yallig'lanishmi yoki yemirilish, shuni aniqlab olishimiz kerak. Ko'pchilik bemorlar qo'shnisiga yordam bergan mo'jizaviy mazlarni o'zlariga surtadi va ertasi kuni dardi battar kuchayib uyg'onadi. Nega bunday bo'ladi? Javobi oddiy. Siz bilmasdan olovni o'chirish o'rniga unga benzin quygan bo'lishingiz mumkin. Tizzani davolashda eng halokatli va eng tarqalgan xato bu artrit va artrozni farqiga bormaslikdir. Keling buni sodda tilda ajratib olamiz. Artrit bu o'tkir yallig'lanish jarayoni. Tizza qizaradi, ishadi va eng muhimi tinch turgan holatda ham, tunda uyquda ham lo'qillab og'riydi. Ertalab esa tizza 30 daqiqagacha yozilmaydi. Bu vaziyatda isitish, issiq hammom qabul qilish, ayniqsa ko'pchilik darhol qiladigan ish qizdiruvchi mazlar surtish, o'z oyog'ingizga bolta bilan urish bilan barobar. Bu uy ichida olovga kerosin sepishdek gap. Artrozda tizza qizimaydi, lekin ichkarida suyaklar bir-birini yemiradi. G'ichillash eshitiladimi? Demak, himoya qavati tugabdi va suyak-suyakka ishqalanyapti. Lekin eng qo'rqinchlisi, bu jarayonni sizning vazningiz 4 barobar tezlashtiryapti. Agar belgilarga qarab, qaysi biri sizda ekanligini bilmasangiz, tavakkal qilmang. Bizga yozing. Xato qilmaslik uchun sizga aniq tashxis qo'yishda yordam beramiz. Siz balki o'ylayotgandirsiz, menda bor yo'g'i 5 kilogramm ortiqcha vazn bor. Bu tizzamga hech qanday xavf tug'dirmaydi-ku. Lekin aslida bu juda qo'rqinchli va halokatli xato. Chunki tizza bo'g'imi fizikasi uchun shafqatsiz. 1 ga 4 qoidasi mavjud. Tana biomexanikasi shunday ishlaydiki, tanangizdagi har bir ortiqcha kilogramm vazn yurganda va harakat qilganda tizzaga naq 4 kilogramm zarba yuki beradi. Keling oddiy hisob-kitob qilamiz. Agar sizda 5 kilogramm ortiqcha vazn bo'lsa, zinadan chiqayotganda tizzangizga har qadamda 20 kilogramm qo'shimcha va xavfli bosim tushadi. Agar 10 kilogrammlik semizlik bo'lsa, bu tizza tog'aylari uchun har kuni ko'tarib yuriladigan 40 kilogramm majburiy va og'ir yuk degani. Diqqat qiling. Bu tekis yo'lda. Lekin zinadan tushayotganda bosim 8 barobarga oshadi. Bu tizzaga 80 kilogramm zarba degani. Buni aniq tasavvur qilishingiz uchun yelkangizga 50 kilogrammlik og'ir qop sementini ortib olganingizni ko'z oldingizga keltiring. Siz shu yuk bilan zinadan tushyapsiz, o'tirib turyapsiz. Bechora tizzangiz bu zo'riqishga qancha vaqt bardosh bera oladi? 1 oy yoki 1 yil o'tib u shunchaki ishdan chiqadi. Semizlik bu tizzaga uriladigan har kunlik bolg'a bilan zarbadir. Siz uchun yaxshi yangilik shundaki, bu formula teskarisiga ham mo'jizaviy tarzda ishlaydi. Bor yo'g'i 5 kilogramm ozsangiz, tizzangizdan 20 kilogrammlik yukni olib tashlagan bo'lasiz. Tadqiqotlar isbotlagan, vaznni atigi 10% ga kamaytirish tizza og'rig'ini hech qanday dorilarsiz 50% ga darhol yo'qotadi. Ozish juda ham qiyin. Buning uchun och qolish kerak deb qo'rqsangiz, video davomida men sizga qattiq parhezsiz, faqatgina maxsus mahsulotlar yordamida ham ozish, ham bo'g'imni davolash sirini albatta ochaman. Yukni kamaytirdik. Endi eng muhimi va bahsli savol tug'iladi. Og'riq paytida qimirlamay yotish kerakmi yoki aksincha yurishmi? Tizzam og'risa qimirlamay yotishim kerak, shunda tuzaladi degan fikr bu tizza kasalliklaridagi eng katta va eng xavfli fikr. Tizzani ayash uni zanglatib o'ldirish bilan barobar. Nega? Inson tanasining boshqa a'zolarida qon tomirlari bor, lekin tizzaning tog'ayida qon tomirlari yo'q. U ozuqani qondan to'g'ridan-to'g'ri ola olmaydi. U xuddi gubkaga o'xshaydi. Agar gubkani suvga shunchaki tashlab qo'ysangiz, u suvni ichiga tortmaydi. Uni siqib, keyin qo'yib yuborish kerak. Tizza ham xuddi shunday ishlaydi. Siz harakat qilganingizda tog'ay siqiladi va bo'shashadi. Shundagina uning ichiga sinovial suyuqlik kiradi. Agar siz yotaversangiz, tizza och qoladi, quriydi va yorilishni boshlaydi. Demak, oltin qoida shuki,
Harakat bu tizzaning ozuqasi. Lekin ehtiyot bo'ling. Noto'g'ri harakat, masalan, asfaltda yugurish, tizzani 3 kunda ishdan chiqaradi. Sizga faqatgina yuklamasiz harakatlar kerak. Suzish, misol uchun, ideal variant. Velotrenajyor yoki tekis joyda sokin yurish. Agar yurishga qiynalsangiz, yotgan joyda tizza tagiga o'ralgan sochiq qo'yib, uni ezing. Bo'g'im qimirlamaydi, lekin mushaklar ishlaydi. Xo'sh, harakat qildik, lekin og'riq baribir bezovta qilsa-chi? Issiq kompress bosamizmi yoki muz? Uy sharoitida eng kuchli va mutlaqo bepul og'riq qoldiruvchi vosita bu oddiygina harorat. Lekin uni noto'g'ri ishlatish haqiqiy fojiaga olib keladi. Masalan, qizarib turgan, yalg'ilangan tizzaga issiq kompress bosish og'riqni kuchaytirib yuborishi va vaziyatni operatsiyagacha olib borishi bilan tugashi mumkin. Shuning uchun qachon muz va qachon issiqlik ishlatish kerakligini qat'iy 24 soatlik qoidasini hoziroq yozib oling. Bu ma'lumot oyog'ingizni qutqarib qolishi mumkin. Agar tizzangizda yangi jarohat bo'lsa yoki to'satdan qattiq shish paydo bo'lsa, terisi qizarib ketsa, faqat va faqat muz, sovuq kompress ishlating. Fiziologik jihatdan sovuq harorat qon tomirlarini keskin toraytiradi, shishni orqaga qaytaradi va og'riq signallarini xuddi kuchli blokada qilganidek vaqtincha o'chirib qo'yadi. Issiqlik esa mutlaqo boshqacha, tinch vaziyat uchun asqotadi. Agar og'riq surunkali bo'lsa, oylar davomida og'risa yoki ertalab tizza qulflanib qolsa, qotib qolsa, issiq vanna yoki grelka qon aylanishini tezlashtiradi va tarak mushaklarini bo'shashtiradi. Buni oddiy tilda tushuntirsak, eski qotgan plastinani yumshatish uchun uni olovda isitishga o'xshaydi. Oddiy mantiqni eslab qoling. Yangi urilgan joyga ko'karmasligi uchun muz qo'yasiz, lekin eski qotib qolgan bo'g'imni yumshatish uchun faqatgina issiqlik berasiz. Kompresslar juda ham zo'r yordam beradi. Lekin agar siz oyog'ingizdagi poydevor qiyshiq bo'lsa, hech qanday muz ham, mashq ham uzoq muddatga yordam bera olmaydi. Gap sizni har kuni kiyadigan va ko'pincha e'tibor bermaydigan eng xavfli narsa oyoq kiyimingiz haqida ketmoqda. Ko'pchilik bemorlar yillar davomida qimmat davolanishlarni oladi, lekin natija bo'lmaydi va og'riq yana qaytaveradi. Sababini chuqurroq qidirib ko'rsak, aybdor ko'pincha oyog'idagi eski tufli yoki oddiy uy oyoq kiyimlari bo'lib chiqadi. Hayratlanarli tibbiy fakt. Noto'g'ri tanlangan poyabzal tizza og'rig'ining naqd 40% ni to'g'ridan to'g'ri keltirib chiqaradi va davolanishni yo'qqa chiqaradi. Biomexanika qonunlariga ko'ra, har qadam bosganingizda tovoningizdan kuchli zarba to'lqini yuqoriga ko'tariladi va agarda podoshva qattiq bo'lsa, bu kuch to'g'ridan to'g'ri tizza tog'ayini ezib tashlaydi. Devorga musht bilan ursangiz og'riydimi? Albatta. Endi mushtingizga qo'lqop bog'lab ursangizcha og'riq bo'lmaydi. Qattiq poyabzal kiyish bu tizza suyagini asfaltga qo'lqopsiz urish degani. Tizza yemirilmasligi uchun oyoq va asfalt orasida doim yumshoq yostiqcha bo'lishi shart. Sizning tizzangiz bilan ham aynan shu fojiali hodisa ro'y beradi. Agar siz mutlaqo tekis podoshvali kedalar yoki yozgi yupqa shlopkalarda yursangiz, ular zarba kuchini yutmaydi. Aksincha, har bir qo'ygan qadamingiz bu tizzaga berilgan ayovsiz va qattiq bolg'a bilan zarbadir. Baland poshnalar esa undan ham xavfliroq. 5 sm dan baland poshna tizza qopqog'iga tushadigan bosimni 26% ga oshirib, bo'g'imni xuddi ambir bilan qisib turgandek zo'riqtiradi. Sizga zudlik bilan kuchli amortizatsiya kerak. Do'konlardagi tagi yumshoq, qalin va elastik krossovkalar bugungi kundagi sizni eng yaqin yordamchingiz bo'lishi shart. Agar uyda bo'lsangiz ham qattiq polda yalang'oyoq yoki yupqa paypoqda yurmang. Doimo yumshoq podoshvali maxsus oyoq kiyim kiyib yuring. Bir sirni ochaman. Ko'p kiygan oyoq kiyimingizni podoshvasiga qarang. Agar ichki tarafi ko'proq yedirilib ketgan bo'lsa, demak yurganda tizzangiz ichkariga qarab qiyshayapti, og'ib ketyapti. Sizga zudlik bilan supinator kerak. Ammo eng yumshoq krossovka ham befoyda. Agar qon tomirlaringizda shakarli sirop oqayotgan bo'lsa, siz bilmasdan ertalab yegan nonushtangiz tizza tog'ayini shishadek mo'rt qilayotgan bo'lishi mumkin. Keling, oshxonadagi tizza qotilini fosh qilamiz. Ovqat bu shunchaki qorin to'ydirish vositasi emas, balkim tanangiz uchun yoki kuchli dori yoki sekin ta'sir qiluvchi xavfli zahardir. Tizzasi og'riydigan har bir inson uchun eng dahshatli va birinchi raqamli dushman bu shakar va oq undan tayyorlangan mahsulotlardir. Nega aynan shirinlik bunchalik zararli? Chunki qondagi ortiqcha glyukoza tog'ay to'qimalaridagi kollagen oqsili bilan kimyoviy reaksiyaga kirishib, qaytmas glikatsiya jarayonini boshlab yuboradi. Natijada tabiatan elastik va yumshoq bo'lishi kerak bo'lgan tog'aylar xuddi quyoshda qolgan eski rezina kabi qotib, shishadek mo'rt va sinuvchan bo'lib qoladi.
Shirinlik yeganda siz aslida moylanishi kerak bo'lgan tizzalaringiz orasiga qum sepayotgandek va uni tezroq yemirayotgandek bo'lasiz. Bizga aksincha bo'g'imlarni yumshatuvchi tabiiy moy va mustahkam qurilish materiallari juda ham zarur. Eng kuchli yordamchi bu omega 3 yog' kislotalari. Ular yog'li baliq, yong'oq va zig'ir yog'ida juda ham ko'p bo'ladi va yallig'lanishni to'xtatadi. Ilmiy tadqiqotlar ko'rsatadiki, omega 3 organizmdagi yallig'lanish darajasini, S-reaktiv belokni naqd 30% ga kamaytiradi va og'riqni tabiiy yo'l bilan bosadi. Shuningdek, tabiiy jelatin va xolodez iste'mol qilish bu yemirilgan tizzaga qo'shimcha yordamchi bo'ladi. Yana bir muhim vosita kurkuma. Lekin siri shundaki, u faqatgina qora murch bilan birgalikda ichilgandagina qonga so'riladi va ta'sir qiladi. Demak, ertalabdan bulochka va shirin choy emas, balkim tuxum va bir hovuch yong'oq yeyishni qat'iy odat qiling. Va nihoyat, biz video boshida va'da qilgan eng muhim va hal qiluvchi nuqtaga yetib keldik. Siz hammasini to'g'ri qildingiz. Ovqatni to'g'irladik. Krossovka oldik, vaznni nazorat qilyapmiz. Lekin ertalab uyg'oniboq bu oddiy ishni qilmasangiz, barcha harakatingiz havoga uchishi mumkin. Diqqat qiling, bu sizning hayotingizni o'zgartirib yuboradigan daqiqa. Biz uxlaganimizda 8 soat davomida harakat qilmaymiz. Bu vaqt ichida tizza ichidagi sinovial suyuqlik quyuqlashib qoladi va tog'ayna ichiga shimilib ketadi. Natijada bo'g'im yuzasi quruq bo'lib qoladi. Budilnik jiringlaganda ko'pchilik darhol sakrab o'rnidan turadi. To'xtang. Mana shu katta xato. Siz quruq moylanmagan podshipnikka birdaniga 70-80 kilogramlik yuk berdingiz. Natijada g'irch etgan ishqalanish bo'ladi va tog'a yuzasi tirnaladi va bu har kuni ertalab takrorlanaveradi. Nima qilish kerak? Ertalab ko'zingizni ochdingizmi, o'rningizdan turmang. Yotgan joyingizda chalqanchasiga 30 soniya davomida velosiped mashqini bajaring yoki tizzani bukib yozing. Yuk yo'q, faqatgina harakat. Bu harakat tizza ichidagi nasosni ishga tushiradi. Moy ishlab chiqariladi va bo'g'im yuzasini moylaydi. Ana endi o'rningizdan turishingiz mumkin. Tizza og'rig'i bu kasallik emas, bu signal. Bugungi 6 qoidani bajaring. Lekin agar tizzangiz shakli o'zgargan bo'lsa, kutish xavfli. Agar oyog'ingiz to'liq ochilmasa, bu uyda davolanilmaydigan holat. Qahramonlik qilmang. Ertaga kech bo'lishi mumkin. Agar uy sharoitida davolanishga qo'rqsangiz yoki holatingiz jiddiy bo'lsa, bizga murojaat qiling va bepul konsultatsiyaga yoziling. Biz sizning holatingizni o'rganamiz va aynan sizga mos davolanish rejasini tuzib beramiz. Kelasi hafta ko'rishguncha, xayr.